Assalomu alaykum. Men Ahmed Shodmonov, O'zbekistonlik. Hozir biz Chexiya Cumhuriyatida Praga shahrida yashayman 20 yildan beri. Biz mana hajlarni biz bajardik. Alloh taolo qabul aylasin, qabul qilsin. Bizga bu haj amallarini bajarishga bosh-qosh bo'lgan Hisor fermasiga biz katta tashakkurlar aytamiz, rahmatlar aytamiz. Alloh rozi bo'lsin. Ferma bizga yangilik emas. Avvaldan da men 4 marta umraga safariga kelganman bu ferma bilan. Men bu fermadan çok mamnun, roziman. Mana biz kutgandan da zo'r qildi. Mana bu safar haj amallarini bajarishga bizga qulayliklar, masalan, shu haj amallarni bajarayotganda Muzdalifa, Arafat deymizmi, Minoda deymizmi, hamma undan tashqari tof amallari, say amallari hammasida bizga chiroyli sharoitlar qilib, bizga yo'l yo'riqlar ko'rsatdi. Imomlarimiz ham, xo'jalarimiz ham bunga katta bosh sababchi bo'ldi deb o'ylayman. Avval har safar kelganimizda ham turkcha gaplashadigan imomlar bor edi. Bu safar hajda boshqa yerlardan turk tilini bilmaydigan o'zbek tanishlarimiz ham keldi. Ularga ham hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmasdan Sharofiddin xo'jamiz o'zbek tilida yo'l yo'riq haj amallarini bajardi, ko'rsatdi va barobar biz bajardik. Bu Hisor fermasini biz avvaldan bilamiz. Hamma o'zbeklarga ham tavsiya qilaman. Alloh rozi bo'lsin shirkatdan.